Bilasizmi, dunyodagi eng aqlli bolalar qaysi bog'chalarda tarbiyalanadi? Videoni oxirigacha ko'ring, men sizga 3tasini sanab beraman. Aksariyat ota-onalarni o'ylashicha, bog'cha faqatgina vaqt o'tkazish uchun bir maskan. Lekin dunyoda ayrim bog'chalar bor, u yerda daholar tarbiyalanadi. Misol uchun, 3-o'rinda Singapurda joylashgan bolalar bog'chasi Mind Champs. Bu bog'cha oddiy emas, intellekt fabrikasi. Bu bog'chada tarbiyalangan bolalar matematik salohiyati kuchlilik bo'yicha dunyoda 1-o'rinda turadilar. 2-o'rinda Yaponiyaning Tokio shahrida joylashgan Fuji Kindergarten bog'chasi. Bu bog'chada asosan arxitektura, psixologiya va neyrofanga asoslangan darslar o'tiladi. Binoni tomi tumaloq qilib qurilgan, bolalar erkin harakatlanadi. Ishoning, kuniga 4-6 kilometr harakat qilishadi. Shuning uchun ham Yaponiya robototexnika va injenerlik faoliyati bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblanadi. Va nihoyat, men uchun va ko'pchilik ota-onalar uchun 1-o'rinda Marg'ilon va Farg'onada joylashgan Happy Baby bolalar bog'chasi. Ishoning, dunyodagi eng aqlli bolalardan ham ko'ra meni bolalarim aqlliroq. Bu gapimni isbotini ota-onalarimiz izohlarda yozib qoldirishadi. Agar video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, meni sahifamga obuna bo'lishni unutmang.